Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov shahar yangi uylardan, yangi qurilgan uylardan tayyor uy qidirayotganlar uchun yangi yaxshi variant. Ya'ni Denov shahar Guliston mahallasida Yevroaziya mehmonxonasidan o'tgandan keyingi 9 qavatli domlarda 7-qavatida joylashgan 58 kvadratlik uy sotiladi. Korobka holatidan mana yangi remont qilingan. Sanuzellari tayyor, dushovoy kabinalar hammasi qilingan. Mana oshxonaga ham gaz plitalar, sharoitlar qilingan. Hozir uyda rasvoliga sal e'tibor bermaysiz. Ustalar endi ishlab tugatishgan, top-toza qilib tayyorlab qilib beriladi, ya'ni topshiriladi. Hamma sharoit bo'lgan, faqat kelasiz, yashaysiz. Mana ko'rib turganingizdek, aboylar hamma joyi yangi, faqat endi chiroyli qilib tozalab qo'yiladi. Balkoni ham bor. Balkondan chiqqaningizda juda ham ajoyib manzara. Mangal restoranlari ham shunday ro'parada ko'rinib turadi. Ya'ni Guliston City domlari ham ro'parada ko'rinib turadi. Yo'l ustida joylashgan. Umumiy maydoni 58 kvadrat metrdan iborat. Bemalol kelishingiz mumkin. 1 kvadrat metrini 8,5 million so'mdan deb aytilyapti. Yana telefon qilasiz, savdolashasiz, bemalol savdolashsa bo'ladi. Kelib o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ekranda telefon raqami yozilgan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Denov shahar markazida joylashgan. Mana Yevroaziya mehmonxonasi ham shunday ko'rinib turibdi.